Dostlar, topşırığını qarab pişkенçe sizni 12 aprel günü saat 2:06'da Qozon Milliy madaniyat üzerinde uzlaşan Shoyinlar Topqirlar Kubining yarım final KVN o'yinlarini chaqirib. Hozir endi topshiriqni qarab o'qishik. Xayrli erta, xayrli kun, xayrli kech ham xayrli tun, hurmatli tomoshabinlarimiz. Guten Tag. Sizning bilan Idanar so'g'ish topshirig'ining 5-chiqarilishi. Hammaning olib borishda men Almaz abay. Qatnashuvchilarimiz bilan tanishib ketgancha, eng ilk yig'inishlarimiz bilan tanishib ketaylik. U Marat Saidashov. Ko'rsatgan yardamingiz uchun rahmatlarimizni bildiramiz. Endi qonaqlarimizga pishganda, u Shibar Sekimli Odila ham Qayyo Shoyan izli Ayaz. Bugungi topshiriqning ismati ustalari. Aytagizingda o'ynisi o'yinning qisqacha g'ana qoidalarini anlatib ketayim. U bizni odatdagicha rajab etapdan. Birinchi etap. U menimcha bek tuzimli kishilar uchun. Nik desangiz, bizning ikki qatnashuvchimizga da Aeropens o'yinida 3 ochko jeba kerak bo'ladi. O'yinning ma'nosi nedasin? Aeropens o'yinidagi personaj so'zlarga impulslarni eshitgach, u iska taboshi. Agar endi o'ynavchi kishi bir so'z aytmaygan, u osqa tabotishi. Kim birinchi shu personajni 3 keta aşağı 3 taraf buzdirashaq, shu bu etapda jenguvchi bo'ladi. Ikkinchi etapda qonaqlarimizga promouter rolini kerak bo'ladi. Ularga berilgan 10 minut vaqt. Kim shu vaqt qisqalari ichida ko'proq yoki endi tezroq angar berilgan listovkalarni taratib bitira, shu bu etapda jenguvchi bo'ladi. Uchinchi etapda shulay bizning qonaqlarimizga o'zlarining logopedda aytib hislarga to'g'ri keladi. Ular shirat marmelat qabib, shumur shashaga so'z tizmasini eterga tegish bo'ladi. Kim o'zining og'zina ko'proq marmelat qabib, shu so'zni anglashilli etib aytashak, shu bu etapda jenguvchi bo'ladi. Hozir endi boshlaylik do'stlar. Bu etapda jenguvchisi bo'lib Odila belgilandi. U Oyazga qaraganda bu birini tezroq bitadi. Aytag'iz endi kelasi etapga ko'shik. Hozir endi ikkinchi etapga ko'shik. Hazirmi? Infinite power.
Ikkinchi etapning jenguvchisi Odila. Ура! O'zining listovkalarini yaqincha 2 minut ichida ishib bitirdi. Hozir endi aytag'iz kelasi etapga ko'chik. Ham biz 3-etapni boshlaymiz. Hazırmı? Hazır. Boshlaymiz. Shumur chechagi. 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 Ya ошибся он. Oshommi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Mana Oshommi. şeyni. Şeyni bilmayman. Men bunda. Devam etamiz dostlar. Chechagi. Ağzı to'lg'an. Aytag'iz devam etamiz. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Меня родной мармелад, у меня преимущество. Voy. Shumur chechagi. 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 Шелохар. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Он ошибся. Oshommi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Shumur chechagi. Dentistdan chiqqan 2 больной simon tarallar. Sheshak bo'lib. Haydi, sinishirib. Aytolmaysiz shunday. Haydi bora. Shlo Sasha posashi, Sasha. Bo'ldi. Bu konkursda bizning jenguvchi bo'lib belgilandi Ayaz. Ha, Adila ortig'ini tiqdi. Hozir ortig'ini chiqaradi. Qo'ydiga sindi. Ham bugungi topshiriqning jenguvchisi bo'lib belgilandi Adila. Yes. Umumiy shot 3-ga 2. Qizlar olda boradi. Qadrli tomoshachi, Shoirlar Topqirlar klubining yarim final KVN o'yinlariga 2 bilet utasın kelar ekan. Kontaktda Shtika turkumidan bu video postini repost etsa, ham biz 8 aprel kunini repost yasovchilar orasidan random ravishda jenguvchini belgilayapmiz. Endi bugungi shiorlash tamom do'stlar. Rahmat bizni qarag'aniz uchun. Yozilamiz, like qo'yamiz. Пока. Sizga taqdim etamiz bizning qolgan videolarni qarorga.